Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli talabalar, bo'lmasam bu yerdan boshlaymiz yangi darsni. Birinchi kalima o'zlaridan bo'lsin. Yashhaduna. 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 Tadribuna. Tadribuna. Yarji'una. Yarji'una. Ayn chiqmadi. Yarji'una. Yarji'una. Mashallah. Tajlisuna. Tajlisuna. Tajlisuvna va mas. U. Tajlisuna. Tajlisuna. Yukrimuna. Yukrimuna. Van aytilmaydi. Tuslimuna. Tuslimuna. Yukhlisuna. Yukhlisuna. Tukrimuna. Tukrimuna. Yubsaruna. Yubsaruna. To'g'rimi? Yunsaruna. O'zim uslubimni qo'llayman, lekin adashtirishga ehtiyot bo'ling. Tadribuna. Tadribuna. Tudribuna. Harakatlarga qarang. Tudrabuna. 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 Yajtami'una. Yajtami'una. Bu o'zi o'qingchi. Taktasibuna. Mashallah. Zo'r. Bu Yahtasibuna. mashallah. Tastashhiduna. Yastakhrijuna. Mashallah. Yaxshi. Ushkuruna. Ushkura. Unzura. Unsura. Ya'lama. I'lama. Ya'lama. Ushkuri. 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 Unsuri. Oddiy sod. Unsuri. Unsuri. I'lami. Ya'lami. Mana qarang. Ushkuri degan ayol kishiga sen shukr qilgin degan ma'nosi. Ri, ya'ni ayol kishiga belgisi bu. Ushkur bo'lsa erkak kishiga sen shukr qilgin bo'ladi. Shuning uchun cho'zishlik alomati ushkuri deb ayol kishiga xitob qilinganligi bilinadi bunda. Masalan, mana ushkuro degani sizlar ikkovinglar shukr qilinglar degani. Ikki kishiga xitob qilinyapti. Oxirdagi mad alomati ikki kishini bildiradi-da. Ya'ni madning ahamiyati qanchalik ekanligini shundan tushunamiz. Mukrimani. Mukrimani. Muslimani. Muslimani. Mukhlisani. Mukhlisani. Munfiqani. Munfiqani. Mukrimuna. Mukrimuna. Muslimuna. Muslimuna. Mukhlisuna. Mukhlisuna. Munfiquna. Munfiquna. Muslimat. Muslimat. Mukhlisat. Mukhlisat. Mansuruna. Mansuruna. O'zlaridan bo'lsin. Matlubuna. 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 Mashallah. Ya mad harfining barcha ko'rinishlari i cho'ziq unlisini ifoda qiladi sukunsiz bo'lgan paytda. Qo'sh kerak aslida. Sukunsiz, harakatsiz bo'lsa, i cho'ziq unlisini ifoda qiladi. Masalan, mana mil deganda yana harakati ham yo'q, sukuni ham yo'q. Demak, o'zidan oldinga albatta kasra keladi va buni cho'zishlik alomati bo'ladi. Mil. Xuddi mal deganga o'xshagan mana. Harakat kelmas ekanda bu ida, to'g'rimi? Harakat ida bo'lsa ya harfida harakat kelmaydi va sukun ham bo'lmaydi. Tushundim. Bu degani o'zidan oldingi harfni kasrasini cho'zishlik degani. Mil degan o'xshagan. Mil, nil qilib. Fil, fil, hin, hin, sin, sin, shin, shin, karim, karim, alim, alim, sami', sami', o'zi o'qingchi. azim, aziz, aziz, hakim, hakim, miskin, mashallah. mi'tir, Mi'tir, aif,
عفريت 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 مم. إدريس تعليم تاسر مثلا تعليم تعليم تلريس تدريس ما شاء الله لامga chalg'itmoqchi edim تبريك tahsin تحسين tabrik so'zi to'g'risi bir to'xtalamiz ozgina Aha. tabrik baraka so'rash degani baraka degani bor narsani ziyoda qilib berishlikni baraka deyiladi muborak bo'lsin deydi-ku birovga yangi kiyim kelsa. Taborak degan so'zdan olingan. Bu tabarak bu Alloh taolo ulug' buyuk bo'ldi degani. Ha. Bu tabrik muborak. Masalan, muborak bo'lsin deydi o'zbek tilida. Muborak bo'lsin degani barakali bo'lsin degani. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlar bir birodaringizda bir yaxshiligini ko'rsa, Allohdan baraka so'rab duo qilsin dedilar. Mashaalloh, barakalloh deb duo qilsin dedilar. Mana shunday deyishlik ko'z tegishini oldini oladi. Muborak bo'lsin, Alloh muborak qilsin desa, voy degandan ko'ra shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Baraka so'rashlik. Bayram muborak bo'lsin desa ham. Bayram muborak bo'lsin. Yoki birodaringizda yangi narsani ko'rdingiz, yangi mashinami, hovlimi, kiyimmi, nima bo'lsa ham Alloh muborak qilsin deyilsa, ko'z tegmaydi. Lekin bunaqa demasdan voy vo deydigan bo'lsa, ko'z tegishi aniq, ya'ni shunga payg'ambar alayhisalom sizlar birodarlarni nima uchun o'ldiradi deganlar. Ya'ni hasad bilan qarashga o'xshaydi-da bu. Allohdan baraka so'ramaslik. Shunga shu to'g'risida aytmoqchi edim. Tabrik muborakbod qilish, ya'ni Allohdan baraka so'rash degan ma'nosi. Muborakbod qilish degan. Xo'p, tahsin, Tahsin, bi'a, bi'a, mila, mila, aisha, yabi'u. yabi'u, To'g'rimi? yabi'u. Xo'p, qaysi biriga e'tibor berishimiz kerak? Qarang. Mana buni o'qimaymiz, yeni o'qimaymiz. Buni oldidagi Bani cho'zamiz. Buni cho'zamiz. Auni o'qiymiz, aynni. Yabi'u. Au. Qanday? Yabi'u. Yabi'u. Mayli, bu ayn harf bo'lganligi uchun sal qiyinroqdir, balki mana unda o'tamiz hozir, qarang. Yamilu. Bu cho'zilmaydi. To'g'risi qanaqa bo'ladi? Yamilu. Ana. Yamilu. Yamilu. Agar yana lomni cho'ziladigan bo'lsa, xato o'qigan bo'ladi. Yamilu emas, yamilu. Yamilu. Ana. Mini cho'zamiz. Mim cho'zamiz. Yamilu. Yamilu. Ta'ishu. Taishu. Ta'ishu. Taishu. Tabi'ina. Tabi'ina. Ayn. Tabi'ina. Tabi'ina. Mashallah. Ayn zo'r chiqadigan qopdimi? Evet. Mashallah, barakalloh. Tawarikh. Tawarikh. Tarawih. Tarawih. Mukrimina. Mukrimina. Muslimina. Muslimina. Hop, mustaqil o'qish uchun mashqlar. Yuqalu. Yuqalu. Yo'q, yuqalu Yuqalu. emas. Yuqalu. Faqatgina cho'zish qofda. Yuqalu. Yuqalu. Yutafu. Yutafu. Tutabu. Tutabu. Yaqulu. Yaqulu. Taqumu. Taqumu. Yatufu. Yatufu. Yatubani. Yatubani. Nun cho'zilmaydi oxirida. Yaquluna. Yaquluna. Nun cho'zilmaydi. Yaquluna. Yaquluna. Taqumuna. Taqumuna. Yatufuna. Yatufuna. Taquluna. Taquluna. Yansuruna. Yansuruna. Tadkhuluna. Tadkhuluna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. E'tiboringiz sal zaifroq. Mana tadkhuluna emas. Tadkhuluna. Tadkhuluna. Tadkhuluna.
Ya'lamuna. Ya'maluna. Ya'maluna. Ana. Ta'lamuna. Ana. Mashallah. Zo'r. Qur'ondan bitta o'qiylik, olib keling. Mayli. Juma kuni Kaf surasini o'qish sunnatda. Payg'ambar alayhisalom aytganlar. Kaf surasini qidirishda Qur'on olasiz qo'lingizga, qaysi Qur'on bo'lmasin, mo'ljallab turib eng o'rtasidan mana shunday qilib ochsangiz Isro surasi, undan keyin Kaf surasi yoki ko'pincha Kaf surasi chiqadi. Ya'ni qidirib o'tirilmaydi, o'rtasidan bitta ochiladi, yaqinroq bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam bugun o'zi juma kuni. Bo'lmasam Kaf surasidan ba'zi bir kalimalarni o'qiymiz. Qani bismillah. Mana shuni o'qib beringchi. Sayafulunash. Yo'q, mashatgacha to'g'ri o'qing. Harfma-harf. Sa, sin, fatha. Sin, fatha, ya, fatha, qof. Siz nima fada o'qidingiz? Fada o'qidimmi? Qof, dhamma, vav, lam, dhamma, vav, na. Nun. Fatha. Sayaquluna. Qarang. Lab o'rtasi bir barmoq sig'adigan darajada ochiq qolishligi u bo'lib chiqadi. Agar sal yopilsa v ga aylanib qoladi bu. Sayaquluna bo'lmaydi-da. Sayaquluna. Ana. Endi mana buni o'qiymiz. Va yaquluna. Va yaquluna. Hop. Yana bitta ikkita. Hop. Mana shuni o'qingchi. Za'amtum. Za'amtum. Fada'awhum. Ketdik, davom etamiz. O'qib ketib qolsangiz oxirigacha. Falam yastajibu. Mashallah. Za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum. Mana shuni o'qing. Vaja'alna. Mashallah. Bitta mana shuni ham. Vaja'alna baynahum. Mashallah. Baynahum. Vaja'alna baynahum. Mashallah. Bo'ldi. Qiynalib ketdingiz-a? Yo'q. Bu yoqdan boshqalardan o'qiymiz hozir bo'lmasa. Yufsiduna bo'lsa, ular bizni fasod qilishadi degani. Yufsiduna bo'lsa, oxir cho'zib qo'yilsa. Yufsiduna ular fasod qo'zg'aydilar degani. Yufsiduna. Bo'ldi. Yufsiduna bo'lib oxirini cho'zib qo'ysangiz, ular bizni fasod qilishadi, bizni buzishadi degani. Yufsiduna. Xo'p. Bir narsani men tomoshabinlarga ham ta'kidlamoqchiman-da. Bir narsani oxirigacha yetmaguncha qo'ymanglar. Hayotda ham shunaqa bo'lishi kerak o'zi. Bu narsani biz Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu ning hayotlaridan o'rnak olishimiz mumkin-da. U kishi haqiqatni qidirib oxiri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha yetib borganda u kishi. Bu sahobani hayotlarini bir YouTube'danmi yo qidirib ko'rilsa ajoyib. Men nimaga misol keltirmoqchiman? O'qishni boshladik, qancha masalan tomoshabinlar boshlashgandir. Agar garchindiki bizni masalan ko'rsatuvlarimiz bir haftada, 2 haftada chiqayotgan bo'lsa ham qiziqish so'nmasin, oxirigacha olib boraman degan qasd bilan boriladigan bo'lsa inshaalloh bir natijaga erishiladi inshaalloh. Chunki biz o'qiyotgan kitoblar yoki ilmning natijasi moddiy narsa emas, balki Alloh taolodan bo'ladigan buyuk ajr savoblardir inshaalloh. Rahmat ustoz. Salomat bo'linglar. Bardam bo'linglar.